vaqtiylarni olganimizga bizada man o'zimni tanishtirib o'tsam, man Aliyev Davlat bank markaziy amaliyot bank xizmatlari markazi boshqaruvchi o'rinbosariman, Sharif Hasanman. Sizlarni chaqirganimizdan maqsad mana hozir xabaringiz bo'lsa bilsanglar, Muxtor Hamid boshimiz tomonidan tadbirkorlarga har doim qulayliklar, tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlashga ko'p anaqalar qaratilyapti. Shunga sizlarni yig'ganimiz maqsad shunda. Tadbirkorlarga mana prezidentimizning qarorlari, farmonlari bo'yicha yangi lьготный kreditlar chiqyapti. 2 yilgacha 25% dan o'rtacha biznesga birinchi qadam deb aytiladi. O'sha bo'yicha mijozlarimiz, bundan tashqari o'zimiz mijozlarimizni xodimlari, bundan tashqari o'zimizning yaqin klientlarimiz hammasi shu dislokatsiya bo'yicha yaqin ko'pchilik bilishadi, kelib olishyapti, foydalanishyapti. Bundan tashqari korporativ mijozlarimizga bundan tashqari 312-sonli prezident qarori bor. Ya'ni unda o'sha bu bo'ladi 300 million so'mgacha 36 oyga o'sha yuridik mijozlarga kredit ajratiladi. Bunda 100 million so'mga zalog qo'yilmaydi, 200 million so'mga zalog beriladi. Shuni ya'ni lьготный kredit deb o'shanga undan foydalansanglar bo'ladi. Undan tashqari PF9 sonli farmonlari bor. Bu degani endi ko'pchilik xabaringlar bo'lganda faktoring degan narsa bor. Kreditga o'xshagan. Unda faktoringda ya'ni qanaqa muddati 90 kungacha bo'ladi, ya'ni 3 oy muddatga bo'ladi. Maksimal summasi 500 million bo'lib, 500 milliondan yana bo'lib katta summalar olsanglar bo'ladi. Bunda qanaqa bo'ladi? Ya'ni ikkita korporativniy klient, ya'ni ikkita mijoz bo'ladigan bo'lsa, qani mana misol qanaqa tushuntirsam bo'ladi? Siz nima bilan shug'ullanasiz? Uchebniy sentr bo'lsa, sizda misol kimga mendan qarzingiz borda, bo'ladi-ku, misol qarzingiz borda, o'shani bank to'lab turadi. Sizga срочный misol pul kerak, bankga pul to'lashingiz kerak, ya'ni bitta firma o'zingiz как услуга bo'yicha siz bankga pul to'lab turasiz, bank to'lab beradi. Ya'ni o'sha faktoring olasiz, bank o'sha 500 million so'm masalan 500 millionni to'lab beradi. Keyin siz bankka 90 kun ichida bemalol to'lab berasiz. Oyga 2,5% dan chiqadi. Misol 7,5% bitta to'lashingizdan bo'ladi, oyma-oy 2,5% dan to'lasangiz ham bo'ladi. Чтобы siz ishingiz yurishi uchun yaqinda chiqqan narsa bu. Tadbirkorlarga yanada qulaylik yaratish maqsadida shu narsa chiqdi. Чтобы ko'p oxirgi paytlarga sizga xabaringlar bo'lgan bo'lsa, juda ko'p joyda debitor, kreditor zarurati juda ko'p bo'lyapti. Uni tadbirkorlarimizda o'shanga qiynalishmasin degan bo'lmaydi-da. Pul olganda bank to'lab turadi, yana bankka to'lab ketaverasiz. Bir oy 2 oyda bo'ladi-ku, pulingiz kelmay qoladi, boshqa bo'ladi, bir xil aktiv qiladigan, misol bir xil mijozlarimiz shunaqa bo'ladi-da. Pul to'lab bo'lish kerak, aktini yopish kerak, boshqa qilish kerak, o'sha paytda pul kerak bo'lib qolgan paytda shunaqa o'zi umuman juda qulay narsa demoqchiman. Bu payt xudo xohlasa kelsangiz, qanaqa nomerlarni ham ko'p ishimni Hoji Akbar orqali bitirib ketaman. Nima orqasida turibdilar? Ani yugur yo'q-da, ani ortiqcha gap so'z yo'q. Kelasiz, maqsadingizga yetasiz, ishingizni bitirasiz, chiqib ketasiz. Ko'p ishlab turib, ancha kutib turib, pul yo'q. Menga shu qulayligi yoqqani uchun shu ish bilan ishlayman. 10 yil bo'lar ekan, xudo xohlasa. Qolgan отделlar bo'yicha qanaqadir umuman qanaqadir savollar bo'lsa, boshqa bo'lsa, umuman anaqa yo'q. Qolgan hammasi zo'r ishlaydi. Korporativgani bir kunda, misol uchun korporativ topshirasiz, ertasi kuni olib chiqib ketasiz. Kartani yengil qilmoqchi bo'lsangiz, hozir men so'rovga yetib qolgan, kechingda aytsam, chunki men korporativ kartamda shoferlar постоянно benzin quyish kerak, ishlatadigan joylari bor. To'xtab qolish kerak emas-da korporativ karta. Har kun ishlatiladi, har kun tushadi, har kun ishlatiladi. O'shanga aytsam, bir kun yo juma kuni tashlab ketsangiz, seshanba kuni olib ketasiz. Ana qilinadi. O'sha agar iloji bo'lsa, shunaqa qilib bersangiz, undan ham yaxshi. Shunaqa bo'lsa, undan ham zo'r. Xudo xohlasa qilib bersin, masala bo'lmaydi. Xudo xohlasa buni qilib bersin. Xudo xohlasa. Inshaalloh. Xudo xohlasa. Keyin bizda yana bizda Allianz Finans bankida yangi yashil ipoteka degan yangi kredit chiqdi. Bu yaqinda bo'ldi. Juda ham qulay. O'shani ham aytib o'tmoqchi edim. Bu bo'ladi 7 yilga beriladi. 7 yilga 20% dan beriladi. Bu summaning maksimal summasi plus 40 million so'mgacha beriladi. Buni yana nimaga ishlatish bo'ladi? Uyga, remontiga, yoki tam aytib uyni remontiga ishlatsanglar bo'ladi. Men prosta aytmoqchi bo'lganim bu
eng как lьготный kredit qilib chiqardik mana shuni. Mabodo kerak bo'lsa, xudo xolisa foydalansanglar bo'ladi. Chunki muddati ham zo'r, foizi ham yaxshi, summasi ham hozirgi kunda misol 140 million normal anaqada. Shartlari bilan agar juda ham подробности kerak bo'ladigan bo'lsa, xudo xolisa kredit Zalog masalasi qanaqa? O'sha endi u yerda tartibi bor. Endi bu liniyani qurib bo'lganiga u tartibi bor. Misol mana kakasi uy sotdik-ku, mana shu uyga olib olsangiz, xudo xolisa shu uyni o'zi zalogga qo'yiladi. Shu uyga ishlatasizda. Bu yerda nimasi yaxshi? Bu kreditning nimasi yaxshi? Puli kartaga tushirib beriladi. Ana oldingi kreditlarga o'xshab, zo'r akfa qo'yadigan bo'lsangiz, akfadan dollar olib kelib, shu faktura yopib, bu yerda qanaqa bo'ladi, silovoyni yopishadi, ya'niki oldingi rasmini ko'rsatasiz, uyni do remontda, akfa qo'yishingizdan oldin rasmlarni olib boshqa qilib, keyin o'sha hamma narsani qilib ish tugatganingizdan keyin rasmlarni olib, do ipoteka qilib, kredit bo'limiga berib, ulardan keyin yopib olsanglar bo'ladi. Oldin bilsanglar, shu faktura qilib, boshqa qilib yopilardi. Zo'rda. Chunki mana avtokreditlarimiz bor, ipotechnik kreditlarimiz bor. Ipotechnik kreditlarimiz 24% dan boshlanadi. Misol hozir kunda BYD bilan ishlasak, BYDga 20-50% bo'lib 23% dan deydi. BYDga 23%. Boshqa bitta BYDga shunaqa. Qolganlariga eng minimal 50% bo'lsa 25% dan deydi. Bu 20% dan juda ham anaqa nima deydi? Lьготный yaxshi qulay demoqchiman. Hamma kreditlarimiz eng avtokreditlar 5 yilga bo'lsa, bunda 7 yilga. Endi shu sharti o'sha uyga bo'lsa, mana misol, mayli sizni uyingiz bo'lsa, shu uyga, shu uyni o'zi zalogga qo'yiladi. Biz 40 million so'mga bunday katta summa bo'lmaydi. Bitta narsa zalogga qo'yiladi shu. Xudo xolisa. Sug'urtasi ham bor? Sug'urtasi ham bor. Endi agar uyni qo'ysangiz, shu uyni sug'urta qilinadi. Aslında uyumu doğum, aslında uy doğum qo'yiladi, boshdan olinmaydi. Bunda чтобы ana anaqa bo'lmasin deb o'shanga uch qo'yilayotgan zalog o'zi страховка qilinadi. Endi har ehtimolga qarshi deb har xil anaqa. Tadbirkorga berib turamiz deysizku? Tadbirkorga qarz yopish uchun. Faktoring. O'sha berolmay qolsa-chi o'sha vaqtda? 3 oyda deysiz. Zalog bo'ladi. Zalog bo'ladi, parchinasi bo'ladi. Yo'q, endi olayotgan summasidan kelib chiqib ko'rib berish bo'ladi. Misol uchun 5 million, 500 million. 5 million so'm nasib bo'ladi. Оборот qanchani qarab chiqish kerak. Endi ko'rsatib ko'rib, qarab, balansi ko'rib berishadi. 5 million so'mlik hozir bo'ladi masalasi. Siz zalogingizdan, оборотingizdan kelib chiqib, summani ko'tarib olsangiz ham bo'ladi. Qancha kerak bo'lsa, xudo xolisa. Demak, misol, agar asosiy vositaligi bo'lsa, uzoq muddatli 36 oygacha, agar оборотga себе периодga bo'lsa, 18 oygacha beriladi. Kredit olib, bitta uchebnik kabinat ochganimizda hozir remontda suvoqdan chiqqan hech narsa yo'q, rom-pom hech narsasi yo'q. Pul nimaga chiqadi? Pul shu remontiga chiqadi. Ichiga remontiga. Ichiga chiqadi. Men aytmoqchi bo'lganim, misol uchun har oyda 70 milliondan yopish kerak. Misol 70 million har oyda yopish kerak. Shu shodga tushgandan, misol uchun tortib kelib, to'lab, chiqib, ketib, mana o'qimasdan shu to'g'risidan yechib oladigan qilib degan maqsad. O'zingizga hozir yechib olsan. Shotdan yechib oladi. Bo'ladi. Chunki misol muddati belgilanadi. Misol 10-chisiloda ham foiz, ham asosiy qarz kuni belgilanadi. Shu 10-chida shu shotdan keyin yechib olishadi. 50 oylik ham beriladimi shu 5 yilga? Yo'q, u korporativniy klientlarga ularga maksimum 36 oyga beriladi. 3 yilga beriladi. 6 oylik gotnisi bilan 6 oylik gotnik bo'ladi, 30 oy asosiy qarzga bo'ladi. Qarzni to'lashingizga muddati bo'ladi. Foizi qancha uni? Foizi 26%. Gadovoy debmi? Gadovoy 26%. Avtotransport vositalariga, yuridik klientlarga gadovoy 28%. Agar misol o'tga boshni sotib olmoqchi bo'lsangiz, u 28%. Bu ma'noda endi shu anaqani qilyapman, yuridik klientlarni qilyapman. Hozir ko'p anaqa javob o'tyapti, unga ko'p telefon qilyapti. Ya'ni siz olmayapti, shu qo'yapsiz. Masala ko'tarilgandan keyin hozir mana shu avtoplatejga Yana bormi? Olmayapti? hozir yaxshi. Korporativ chiqaradigan Bilasiz, masalan, hozir aytamiz, qilishadi. Siz o'sha ariza berganmisiz? yo'q, agar qilib desalar, buni hozir beraman. Hamma narsa. Hozir beramiz, ertaga qilishadi. Xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Savollar bo'lsa